Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi bilan qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2-qitimliq sotiga bag'ishlangan maxsus programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, sizlarga ma'lum bo'lganidek, Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi va arzi bilan o'tgan yil 9-oyda qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sotining 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda xalqaro qonuniy tartiblarga mos holda intayin yuqori saviyada muvaffaqiyatli holda o'tkazilishi xalqaro jamoatchilikning kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan har qaysi ellarda yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimizning zo'r darajada ilhom va umid baxsh etishiga sabab bo'lgan edi. Tunji navbatlik sud oxirlashgan kuni Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jifirnays apandim 2-qitimliq sudning bu yil 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha yana Londonda ochiladiganligini e'lon qilgan edi. Sizlarni bu qitim chaqiriladigan 2-qitimliq sud haqida oldin ma'lumotga ega qilish maqsadida bugungi maxsus suhbatimizga Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim bilan qurultayning muavin raisi 36 yillik peshqadam jurnalist hurmatli Parat Yo'rong'ash apandilarni alayda taklif qildik. Hurmatli aziz mehmonlar, bugungi suhbatimizga xush keldinglar. Xush bulduk, rahmat. Hurmatli doktor Erkin Akram apandim, oldi bilan suhbatimizni siz bilan boshlasak. Endi garchi mustabid Xitoy hokimiyati eg'izda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasini e'tirof qilmaydiganligini, uningga pisatma qilib qo'ymaydiganligini ta'kidlab kelgan bo'lsa-mu, ammo Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi qurilgandan toki hozirgacha sudqa va sudning tashabbusi Dunyo Uyg'ur qurultayiga, ya'ni shundaqla sudda guvohlik bergan har bir shaxsga noiti og'ir darajada hujum va tuhmat qilib kelyotdi. Bu vaqtda Xitoy hokimiyati ko'p qitim maxsus axborot e'lon qilish yig'inlarini chaqirgan bo'ldi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jifirnays apandim haqida ba'zi bir embargo qarorlarini olgan bo'ldi. Bo'libmi tunji sudda guvohlik berib zo'r ta'sir qo'zg'agan lager shohidlarimizga qaratgan tahdidlarini alayda kuchaytirdi. Sizcha Xitoy Uyg'ur sud kollegiyasidan nima uchun buncha darajada aloqazor bo'ladi? Siz shaxsan Uyg'ur sud kollegiyasining ahamiyatiga qanday baho berasiz? Oldi bilan mushu haqida qarashlaringizni elish bilan programmamizni boshlab ketgan bo'lsak. Xo'sh, bu sudda agarda biz kutgandek bir qaror chiqmasa, birinchidan Xitoyningki obrazi buzildi. Ya'ni Xitoy hokimiyati o'zininki to'pirg'ida xalqni irqiy qirg'inchilik bir siyaset bilan, ism siyosati bilan, bo'libmi sistematik bir assimilyatsiya siyosati bilan ilib borganligini tamg'a urildi deyli. Bu obraz buzulsa xalqaro inovatimiz to'kiladi. Bunda bir davlat xalqaroda hamda bir cho'ng davlat, qudratli davlat, jahongir davlat bo'lishi pek qiyin bo'ldi. Ikkinchidan bu xalqaro qonunlarga tayandirib chiqargan bir qaror bo'lgandan keyin bu xalqaroda bir kuchga ega bo'ladi. Xitoy bu qarorga bo'ysunmasimi, ammo Xitoyningki ojiz qolgan chog'da yoki favqulodda bir ahvollar bo'lib qolgan chog'da Xitoy rahbarlarini sudga tortishga bir imkon paydo bo'ladi. Uchinchidan bu masalani shu chet eldagi boshda shu Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lishi bilan chet eldagi tashkilotlar bu qarorga tayinib turib, nurg'un davlatlarda, o davlatninki kongressida, o siyosiyonlarga, hukumatga, tashqi ishlarga bisim ishiltalaydi. Sizlar qandaqmi shu irqiy qirg'inchilik ilib borgan bir hokimiyat bilan do'st bo'la olasizlar? Sizlar shunga qarab turamsizlar? Burun dunyoda yashanib boqqan, bundaq yana davom qilamdi. Qani vijdon, qani o sizlarninki insoniy demokrasi ve insan hakları nerede de aşı bir isimli şirketlerdi. Şununla davanın güçlenişi, davanın yükselişi naide çoğun da bir töpe koşuldu. Şununla bu üç sebepten töpeyle Xitay bunundan korkmadıdı, ensiremadıdı. Hatta bu kanunu, sotne kanunsuz da vardı. İngilizce'ninki bunda bir kanununa tayinip durup kurgan kedeydi. Ama bazı nersini üşürüyordu. O yerdeki sotçular halkara kanunun sotçuları ya da avukatları. Avrupa'nınki kanuncuları var. Şununla bu kanununki maddeleri tayinip durup o işlerini kılırdı. Yani Xitay'ın degende
yo'qolan bir sot deb unda tushuntirib bo'lmaydi. Agarda yo'qolan bir sot bo'lsa, o'z vaqtida Yugoslaviyadami irqiy qirg'inchilikni ilib borgan vaqtida shu Milosevichni sotga akilib uni jazo beremedi. Xitoy bundan ensiraydi. Ama bunu qanday hal qilish chetda bir yaxshi uslub topamadı. Ve karşı çıkış, takabul turuş, qaralash, kamsitish degandek siyosetini ilib borgandan keyin hamda g'arb davlatlar qonunga ahamiyat beradigan, qimmat qarashlarga ahamiyat beradigan bir jamiyat bo'lgandan keyin Xitoyning hozirgi bu siyosatidan zerikidi, nafrat qiladi. Shuningga kelgusida bu sotning yaratadigan uzun bir ta'siri bo'ladi. Yani bir vaqtlik bir ta'sir emas, uzun müddetlik bir ta'sir bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat hurmatli Erkin Akram afandim. Ani Parat Yo'rungash afandim, sizga ma'lum Xitoy hokimiyatining sotqa va sotning qo'rg'uvchisi bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qaratib kelgan hujumlarga mos holda o'zimizning ichidami ba'zi insonlar turli ijtimoiy taratqularda sotqa va Dunyo Uyg'ur qurultiyiga uzluksiz bu vaqtda ba'zi bir salbiy inkaslar to'g'ri yuzida laylayotgan bo'ldi. Siz buningga qanday baho berasiz va buni qanday qaraysiz? Rahmat, baya hurmatli Doktor Erkin Akram afandim bu sotning strategik ahamiyati yaxshi izohlab o'tdi. Xuddi chet ellik kuzatuvchilarning deganidek, shu xalqaro Uyg'ur sot kollegi sababi bilan shu chet ellarda Uyg'urlar masalasini, Sharq Turkiston masalasini tadqiq qiladigan Xitoyningki Sharq Turkiston xalqiga silayotgan turli zulmlar ustida maxsus tekshirish va analiz yapayotgan butun kuchlarni bir yerga to'pladi, bir munbarga to'plangan bo'ldi. Burun ayrım hareket qilgan bo'lsa, bu sotning banisida hammasi bir yerga to'plandi va hammasininki dokladlari shu sot munbariga, sotning orqasiga kirgan bo'ldi. Undan başqa yana Sharq Turkistonlik şikayetçiler, burun ijtimoiy tarmoqlarda, ba'zi matbuotlarda ayrım şekilde şikayet qilib kelgan bo'lsa, arz qilib kelgan bo'lsa, bu sotning banisida hamma Sharq Turkistonlik Xitoyninki zulmga uchragan ve vasıtlık veya ki bir vasıta ziyankeşlik uçurgan bütün erzdadılar yanı sot munbiriga toplangan bo'ldi. Oldingi sotda gerçi bu bir vasıta sotu bağlıq belgelerininki Sharq Turkistonliklarning yani Uyg'ur, Qozoq, O'zbek qarindoshlarımızın sani 15'ten ko'proq bo'lsa-mu, amaliyotda sotga yozma shikoyat sungan, yozma arznoma sungan Sharq Turkistonliklarning sani 500 dan oshib ketdi. Bularning arznomasi necha 10 ming batni oshib ketdi. Yani bütün şu Xitoyninki zulmga ait bütün dalil isbotlar şu sotga toplandı. Şuna bir yerde Xitoyninki bundan ait vahima yap ketishning sababi şu. Masalan oldin qitimliq sotninki arpsidimi masalan Xitoy hukumati qattiq hujum boshlagan. Uyg'ur sotga guvohlik bergan shohidlarga va bu sotninki tashabbuschisi Dunyo Uyg'ur qurultiyiga va uning asosiy mas'ullariga. Yani Xitoyninki hujum qilishi normal. Çünkü yani Xitoy bizninki düşmanımız. Xitoy mustabid hokimiyati Sharq Turkiston xalqining o'rtaq dushmani. Chunki ular bizning dushman millat deb e'lon qilgan uchun. Xitoyning qarshi turishi tabiiy bir ahvol, ammo bu yerda bizni o'ylantirdigini, afsuslantirdigini, shu Xitoy qattiq shu hujum qilayotgan vaqtida sot guvohlik beradiganlar psixologik hujum qilib, shunday rezillik qilayotgan bir paytda yani bazı insanlar yuşurun veya aşkara ijtimoiy tarmoqlarda Xitoyninki dumbuq usul o'ynab, Xitoyga parallel holda ya da Uyg'ur sotiga va Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qarshi hujumlar bo'ldi. Sotdan bir kun burun bazı insanlarni bu yerda ismini atamayli ijtimoiy tarmoqlarga ekranlarga chiqib yana bu yerda qurultiyiga hujum qilishni davomlashtirdi. Bu ma'lumotiyat vaqtida aynı vaqtda sotga bevosita qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isapov afandim bo'lsin, maylim men bulay bizga psixologiya jihatdan belgilik darajada ta'sir ko'rsatdi. Chunki bizim bir inson bo'lganimiz uchun. Endi biz analiz qiladigan bo'lsak, shu sotga va bu sotning tashabbuschisi va qurg'uvchisi bosh arzdori Dunyo Uyg'ur qurultiyiga hujum qilayotgan kuchlarni bunda qaraydigan bo'lsak 3 kategoriyaga ayirish, 3 turga ayirish mumkin. Bizning tekshirishimizcha. Birisi ham Xitoyning jasuslari, uchuq. Yani Xitoydan maxsus maash olayotgan, iqtisod naf olayotgan, foyda olayotgan va Xitoy xo'jaligining bevosita buyrug'i, amri bilan shu qurultayning xalqimizchilik obrazini xunuklashtirish, xalqimiz bilan qurultay o'tirisidagi rishni ayirish, qurultay rahbarlarininki izzat hurmatini tushirish
ve kurultayının türlü faaliyetleri buzg'unchilik qilish vazifasini topshirib olgan bu insanlar. Çünkü bu insanlar muşu o'zining xo'jayini Xitoy xo'jayininki buyrug'i bo'yicha bu izchil turda bu xil hujumda qilib keladi. Bular qaragan bo'lsangiz ko'pincha yolg'on ism qo'yib olgan ijtimoiy taraflar, Facebook bo'lsin, WhatsApp bo'lsin, har xil nimalarda yolg'on ismlarni qo'yib olgan. Bularning ichida kompyuter mutaxassisleri var. Film mutaxassisleri var. Bular maxsus yasab chiqqan ovozlarni bu yerdan kirishtirib yasab chiqqan ovozliq qoralash tashviqot materialları var bularning qo'lida. Bunundan keyin bir yerde resimlarni, videolarni kirishtirib yasab chiqqan töhmet videoları var. Qo'nchoq, karton resimleri var. Bular nima qilib chiqqan. Bularning ichida har xil iqtidorli shu kompyuter mutaxassislari nimalar bor. Bular hamda ko'pincha yushirin. Yolg'on ismlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda hujum qildi. Ikkinchi kategoriyadagi insonlar bu yerda ota-onasi vatanda go'rak ilingan insonlar. Masalan, ota-onasini go'rak ilib olgan va shart qo'ygan Xitoy hukumati, hatto ba'zilariga oshkor telefon qilib. Sen qurultayga yoki qurultayga falan odamga yoki sotga qarshi sen maydoningni ifoda qilsang, bu vaqt so'zlasang biz seninki ota-onangni qo'yib beramiz, ota-onangniki sen bilan ko'rishishga ruxsat qilamiz degandek va'dalarni bergan va bu qarindoshlarimiz amalsiz qilib, ya'ni ota-onasini qutqizish asosiy maqsad qilgan holda o'z vijdoni xilop holda bu Xitoyga biroz bo'lsa-mu yaxshi ko'rinish uchun o'zining vijdoni xilop holda qurultayga sotga hujum qilayotgan insonlar. Masalan, bularning ichida xili ijtimoiy tarmoqlarda tor televiziyasini qurgan, hatto xili ta'sir bor. Bir qarindishimiz Dunyo qurultayiga rais Dolqin Isa apanning va bizga shuni inkos qilgan bir qancha yil bo'ldi. Shuning ota-onasini turmga sulib olib, urug'ni qoldirdi. Shuning shu shartni qo'ygan. Sen mushu qurultayni qoralaydigan programmalarni ishlab chiqsang, yasab chiqsang, tashviqotlarni ko'pirib, qurultayga qarshi odamlarni chiqarib, bu qurultayga qarshi hujum qilsa, biz butun tuqallarni qo'yib beramiz. Sen vatan kelib, qolgan vaqtingda kelib ketalaysan deb shartni qo'ygan. U vijdoni qabul qilmagani uchun Xitoyninki shu bergan ta'limotini bizga yetkazgan. Yana boshqa bu xil shaklda Xitoyninki bu jihatdagi besimini bizga yushirin yetkazgan qarindoshlarimiz bor. Biz bu qarindoshlarimizni ranjimaymiz. Agar chanda bizni ancha-muncha tillab qo'yish, bizni ancha-muncha hujum qilib qo'yish bahonasiga ota-onasini qo'yib bersa, bu biz uchun bir natija. Biz bu xildagi qarindoshlarimizni ranjimaymiz, og'rinmaymiz va bu qarindoshlarimizni biroz bishara insonlar deb qaraymiz biz. Bu ikinci kategorideki insanlar. Hem üçüncü kategorideki insanlarımız var. Hücum kılıvatkalına içinde aşkar uç ismi bile. Yani özünün ata-onasi urug'ni qoldirish uchun da'vo qilayotgan parlamentlarni oldida namoyish qilib bo'lsin, boshqa shakllarda ijtimoiy tarmoqlarda nomi chiqqan qarindoshlarimiz bor. Bular oshkora chiqib qurultayni tanqidlaydi. Hujummi demayli-da, tanqidlash, qurultaydan qo'rsoq ko'pigi qilish, udundaki qurultayninki bütün nimalardan hammasini og'irlash, inkor qilish pozitsiyasida bo'layotgan insonlar. Hamda bular nima uchun bunday qildi degan vaqtida bular dunyo qurultayini noy cho'ng ko'rdi. Bular hukumatdek qaraydi, biz mustaqil bir davlatning hukumatidek chaqlaydi bizning dunyo qurultayini. Rahmat bizni shu darajaga yuqori ko'rganiga. Bularda dunyo qurultayiga nisbatan bir qo'rsoq ko'pik bor. Sen nima uchun mening vatandagi ota-onamni qutqizolmaysan? Nima uchun urug'-tuqqanlarimni qutqizolmaysan? Deb bu yerda bizning og'irlanish badaliga bizga hujum qildigan, tanqid qildim deb uning biroz nimasini oshirib o'tadigan ba'zi qurultay rahbarlarimizga ochiqcha haqorat qildigan insonlar bor. Hamda bu insonlardan biz bak ranjib ketolmaymiz. Bularning ichida nihoyatda yaxshi tanqidiy fikrlarni berayotganlarmi bor. Bu qarindoshlarimizning ko'pinchisi shu jazo lagerlari masalasi o'tirib chiqqan 2017-yildan boshlab sahnaga chiqqan ijtimoiy tarmoqlarda nom qozongan ba'zi qarindoshlarimiz bor bularning ichida. Bularmi shu. Endi shu sen zaten qutqazmading qo'lingdan keldi deb og'rindilar. Ammo bu yerda shuni eslatib qo'yishimiz kerak. Biz bir asarat asriki bir millatninki davosini qilayotgan bir tashkilot. Biz bir davlat emas. Bu yerda biz 1 milyard 400 milyon nüfusu var bir davlatga. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengashining 5 doim a'zosining biri bo'lgan. Dünyadaki ikinci iqtisodiy super kuch bo'lgan, dunyodagi 3-chi harbiy kuch bo'lgan Xitoy hokimiyatidek bir davlatga qarshi da'vo qilyapmiz. Shu shunda bir kuch davlat tarafidan ishg'ol qilingan vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqillik uchun kurash qilyapmiz.
Demek bizden düşmanımız ait çoğun. Biz yani halkara güç, halkara cemaatçiliknin güçlüğü tayyinişimiz doğru kilodu. Biz yani halkara cemaatçilik yalırımız. Devletlerin, hükümetlerine, parlamentlerine yalırımız. Bular arkalı Xitay'a karşı bir birliksel şekillendirişimiz ve bu birliksel arkalı Xitay'a ciddi bir besin payda kılıp Xitay'ın Şarkı Türkistan halkı yürüzüvatkan bu derecedeki vahşi cinayi kılmışların toğutuşka hiç bulmasa bunun kademini asıltışka kirişimiz kulumuzdaki gelecek. Bunun belgelik derecede tesiri oldu. Muşu 7 devlet tarafından irqi qirg'inchilik qarori qabul qilindi. Yevropa İttifaqı tarafından maxsus Xitoyga qarshi embargo qarorlari chiqarildi. Amerika parlamentida maxsus Uyg'ur kishilik huquq qonun chiqdi. Her haftada Xitoyning ba'zi fermerlarga qarata jazo embargolar yürüzülyapti ve bu Xitoyga ait qattiq ta'sir qildi. Diqqat qilgan bo'lsangiz, keyingi bo'lib bir yilda mushu xalqaro besim kuchaygan keyingi bir yilda nurg'un chet ellik qarindoshlarimizning ota-onasini qo'yibdi lagerdan. Türmlerden qo'yibdi. Mayli nima sababdan bo'lsin. Uningdan keyin jazo lagerlari tuzumini yumshatishga majbur qildi. Bu yillik qurbayatlarda ba'zi mishitlarni ish bo'lmasa, mayli yolg'ondan bo'lsin ichitishga majbur qildi. Bu Xitoyning sharqi bilan bilayotgan ish emas. Mushu chet eldagi dunyo huquqiy boshchiligidagi bütün tashkilotlarimizning ko'rsatgan fidokorligi, bütün xalqimizning ko'rsatgan fidokorligi ve xalqaro jamoatchilikningki ko'rsatgan kuchlik qattiq inkosi sababidan Xitoy bu yerda bosh egishga majbur qilyapti. Şuna ben qarindoshlarimizni bu masalada biraz sagak buluşqa bir yerde chaqiraman. Şunu bir yerde bilip bilmey her bir narsani tanqidlashning bir o'rni bor. Masalan, shu sud ichilish oz qolgan vaqtida bu xil tanqidlar kuchayib ketyapti. Buning bilan qarindoshlarimiz diqqat qilish kerak. Nima uchun bunda bo'ladi? Nima uchun har bir qatam Uyg'urlar shunda zo'r bir tarixiy hodisaga duch kelgan vaqtida tarixiy bir munbarga duch kelgan vaqtida shunday hujumlar kuchayib ketdi deydigan savolni qalbga qo'yish kerakki, bu jihatda har zaman mayli Uyg'ur so'z kollektivisiga bo'lsin, dunyo huquqiy boshchiligidagi milliy harakatimizga bo'lsin, har zaman o'zining qo'llashini kuchayish kerak deb o'ylayman. Rahmat, hurmatli Parat Yo'ronqosh efendim. Yuqorida Uyg'ur sud va qurultayga nisbatan to'g'ri yuzidagi tanqid va salbiy qarashlarga o'zingizning fikrini tafsiliy bir shaklda o'ttirib qo'yib o'tgan bo'ldingiz. Endi hurmatli doktor Erkin Akram efendim, siz bilsiz hozirgacha 7 g'arb davlati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror oldi. Endi mening bilishimcha bular butunlay bir siyosiy qaror, ya'ni Tashqi ishlar ministrligi va yoki har bir davlatlarning parlament a'zolari tomonidan bu qarorlar e'longandi. Ammo xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu vaqtda chiqargan qarori bo'lsa, qonuniy asoslarga tayangan bir hukm bo'lib hisoblandi. Ammo bu ikkisining o'rtasida qanday farq bor? Agar Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qonuniy hukm chiqargan taqdirda buning ta'siri va ahamiyati qanday bo'ladi? Bu haqidagi qarashlaringizni ekran oldi ko'rmanlarga o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. Bularning arasida farq bor. Bu bir millatning irqiy qirg'inchilikka uchirmaganligini 3 sohada tadqiq qiladigan gap, ya'ni birinchisi mushu mutaxassislar, ya'ni qonun mutaxassislar bor. Yani bu rayonda hakikaten bir ırkı kırgıncılık siyaseti var mı yok mu? Bunu ilmi usluplarla, tadqiqat usluplarla, yani metot bile bunu yazıp çıkıyordu. Mandakya, andakya da. Ama bu bir kanun küçüğü igemez. Yalnızla bir akademik bir tadqiqat olurdu, bir doklat olurdu, belki kitap olurdu, makale olurdu. Ama soddaki bu bir kanun cidden bir karardır. Çünkü bu meyli ötmüşte olsun, bugün de olsun, her kanda bir teşkilat veya cemaat ya ki bir aile, her yerde bir kaydılar var. Her yerde bir kanun var. Ama hazır biz davatkan kanun, halkara kanun. Yani nurgun devletler imza koygan bir kanundur. Öz vaxtida Xitoy Xalq Cumhuriyeti yoktu. O vaxtida bu Gomindan hükümeti vardı. Ular imza qilgan. Hazır Xitoy mı deydi? Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın azası 5 daimi Xavfsizlik Konseyi'nin 5 daimi azası deydi. Ondaqda sen aşını kabul qilgan bo'lsa, o vaxtida xalqaro qonunga boysunuş lazım. Ama Xitoy bazı qonunlarga boysunmayotdi. Misal 2016'da Filipin şu Xitoyni arz qilgan xalqaro sudga, jinoyat sudidagi sudda hamda Xitoyni tanqid qilgan, ya'ni Xitoyning xato ayblagan hamda.
Ama Xitay onu kabul kılmadı sot. Demek ki Xitay bunun ki bu sotun kararını mı kabul kılmayma dep tutulishi mümkün. Ama üzerine imza atkan bir kanunga, xalqaro kanunga üzerine boysunmaslık o işençsizlikni, yani Xitay degan bir devletinin xalqarodagi bu işençsizlik bir obrazını paydo qiladi. Yani bu xalqarodagi bu kanun cidden eğer de kabul kılınıp kalsa, müşündaq bir karar çıkıp kalsa, bu xalqaro bütün şu kanunga imza bergen devletler hemisi kabul kıldı degende. Bununki ehemmiyeti ve tesiri okşumaydı. Üçüncüsü bu siyasetçiler, siyasyonlarınki gap, söz, doklat, bu hitapname bolsun, ya ki doklat bolsun, nerede bolsun, ve nimindeki kongredeki kongre bolsun, kongrenin aslındaki komisyonlar bolsun. Bunlarınki ifadeleri hemisi siyasi kararlar, siyasi sözler. Eğer de şu akademik tədqiqat sotun kararı ve siyasyonlarınki meyli bu komite veya kongrenin algan kararı olsun veya bir devletin ki başlığı ya ki mavun reisleri bu yapını diyen olsa bu siyasi bu üçü birleşken vakitte bununki gücü yani bir yadro güçke ten olur. Şimdi bu üç sahada birlikte bunu eğilip bir iş doğru kıldı. Hem de siyasi kelsek siz degendek bir halkara kanunga tayandırıp müstakil bir mahkemeden çıkan bir kararını siyasyonlama tayinip durup onun o hakkında yapılalaydı. Misal Xitayda Şark Türkistan halkı karta bir ırkı kırgınçılık ilip biripti o. Diyeleydi kokmay. Neymiş ki diyeleydi? O sottan çıkan karar var. Eğer de akademik cetten çıkamış da bir karar nime bir tədqiqatniki neticesi olsa onu mu tayandırarlar. Ama bu tayandırdıgan nerseler bulmay kalsa az siyasyonlar olsun, diyen bu siyasi komisyonlar olsun biraz temtatıp mı da diyemeydiğen buldu. Eğer sotta bir karar çıksa bunundaki kokmay diyeleydiğen halığı kildi. Yani bugün bizim devatkan 6-7 devletteki Taşkı İşler Komitesi olsun, ya ki İnsan Hakları Komitesi olsun, ya ki bazı kongrede alınan kararlar olsun. Bunda kararlar bununki nurgun devletlerde ilmiş mümkün. Yani bu sottan köpeğiyle. Şununla bu hem sotun kararı bununki siyasyonlara cesaret bir adaydı. Hem de ebeki diyen komisyonlar da tekrar yukarı seviyede bulup mu Xitayga ceza bireleydiğen bazı maddelarını kırgızıp durup parlamentoda bunda bir kararını mı ağlı buldu. Misal değil, insan hakları bile münasebetlik, Xitay bile ticaret münasebetten, Xitay bile teknoloji münasebetten bir maddelerini koyvarsa, yani aşırı ırkı kırgınçılıkını yok atmadıkça biz Xitayga teknoloji vermeyimiz, ularla ticaret kılmayımız, ular iktisat münasebetini kurmayımız, ular bile rayon karakterlik ve halkara seviyedeki bazı meselelerde ortaklaşmayımız diyen maddelerini kıyıtvetken vakitte Xitay bununki dünyada kadem itiş ve kıyım buldu. Şununla mavu sotnunki kararı bununki siyasetçi olsun, parlamentodaki kararlar olsun, siyasetçilerin sözü olsun, hemisiga bir onaylık yaratıp berdi. Bu cetten degende bu sotnunki bekla bir ehemmiyeti var. Rahmat hürmetlik doktor Erkin Ekrem efendim yuqorqi qimmatli qarashlaringiz uchun. Parat Yo'ronqosh efendim, tunji qitimli sot bilan bu qitimki sot o'rtasida qandaq farqlar bor? Sotlash xizmatlari qachongacha davom qiladi? Bu sud haqida biraz ma'lumot berib o'tamsiz. Rahmet, bizim her zaman sot kurulganı ya Dünya Hukuk Merkez Organı bu sot kollegisiyle yakın diyalog içinde bulup kelivatımız. Bizden şu Uygur sot kollegisinin gelişimizce hem de ki avval katen sotta guvalık belgen bir 30 artı 40 neferge yakın şahit ve guvacılarının ki 20 digidek Şark Türkistanlıklarını terkip yapkan. Bu katem sotta
Şarkı Türkistanlı guvaçlarının sani biraz az buludu. Köprek çetellik guvaçlar, şahitler köprek katmıştı. Ve bu çetellik şahitler guvaçlarının mı asasen hemmisi de gidek halkaralık ve advokatlar, kanunshunoslar, hukukçuların terkide bilendi. Çünkü sud asasda hüküm çıkarış baskıçta qarab ketiyotydi. Şuna bu qatim asasiyatin bütünlüğü şu kanunshunoslar köprek, kanun organları, kanun tadqiqat organları bular köprek bunun katmıştı. Elbette yana Şarkı Türkistanlık guvaçlarımı var. Hem de biz bu da avval qatim suddan savak elib bu qatim sudda guvalık berdiganlarninki Şarkı Türkistanlıklarning bulupmu. Bunun ismini maxfiy sud maxfiy tuttu. Biz maxfiy tutyapmiz hozirgacha. Çünkü avval qatim nəhayət iğir psixologik hücum başlagan Xitoy bilisiz. Sudga bir 2 kun qolgacha degan hatto shu Qalbi Nur Siddiq xonimninki yo'ldishini ajrashib ketgan yo'ldishini ekranga chiqarib Sayragul Savodbayga bevosita telefon qilib bexatarlik o'rgandirib tahdid silib hammasi o'xshamagan darajada ularning urug' tuqqanlarning hammasini shu nimaga sarniga chiqarg'izib vatanda axborot bilan qilishadi. O psixologik jihatdan qattiq hujum boshlagan. Bu yomon ta'sir qilgan. Biz shunga shohid bo'ldik. Shu guvohchilar bo'lib lager shohidlar bilan bildik biz Londonda, men shaxsan bildim. Nəhayət ularninki qattiq ruhiy jihatdan azoblanganligini ko'rdik. Shundaqdimi bu yana bu fidokor jasur Allah ularga kuch quvvat bergan ekan, yana shunchalik besim qarmay chiqib mardonlik bilan guvohligini berdi. Birsim yenilolmadi. Hatto Sayragul Savodbayni agar sen shu Londonga borgan bo'lsang, unda qilamiz, bunda qilamiz, na'dim bo'lsa, ko'kolongdan tutib biz Xitoyga qaytib kelalaymiz deb shu darajada tahdid solgan. Ama unga parvo qilmay o'zi og'riq turib bir shunda tas oyoq bosdi. Shunda og'riq turib o'zi nima keldi Londonga. Xitoyning nimasiga parvo qilmay. Turkiyada qarindoshlarimiz tahdid bo'ldi. Shunga buni ko'z savoq edib biz bu da shu sud rasmiy boshlangan kunga qadar, ya'ni 9-10 kuniga qadar bu yerda bu guvohlik bergan Şarkı Türkistanlık guvohchilarningki nimasini salohiyatini maxfiy tutamiz. Balkim sud yana 3-chi qatim sud ichilib qilishi mumkin. Ama sudninki sud Uyg'ur sud kollegiyasininki bu bala shaytninki dunyo qurultiyiga bergan so'zi bo'yicha bular bu hukm chiqarish ishlarini bu yilning oxirigacha tamomlab bo'lish kerak. Chunki ular shu 2021-yilning oxiri qadar 12-oyga qadar biz shu sudlash va hukm chiqarish xizmatlarini tamomlab bo'lamiz deb bu haqda va'da bergan ve bu şekilde ketiyotydi. Shunga masalan bu da asosan huquqchilarni taklif qilishimi shu yo'nalishga hukm chiqarish bosqichiga qarab ketayotganligini ko'rsatdi. Masalan 3 kun sud ommaga uchuq bu yerda guvohlik shohidlik berish avvallari bo'ldi. 4-chi kuni yana shu xalqaro huquqchilar bilan sud bog'lash shayti 2 qismda shu hozirgacha qo'lga tushgan dalil isbotlar asosida maxsus asosda bu nimani diloni yog'ishtirishga boshlaydi inshaalloh. Bu qatim bu sud menimcha bu hukm chiqarish shu bu yilning oxirigacha oxirlashi deb o'ylayman va millatimizga foydali, davomimizga foydali bir hukmning chiqadiganligiga ishonaman. Köpten köp rahmet hürmetli Paramat Yoronqaş efendim. Doktor Erkin Ekrem efendim, sizning so'zingizning oxirida hamda yuqorida Paratkamning so'zlariga qo'shim chiqib qo'ydigan va ki oxirgi ekran oldi ko'rinmalarga yurak so'zlaringiz olsa aytib o'tgan bo'lsangiz. Bugünkü cihanda kanun ise hamma adamning kallasında İngilizce keldi. Çünkü bu kanun degan meseleni en başta icat qilgan ki başka kanunlar var, ularga örf odat kanunları. Ma'vulik xalqaro dünya kanunlar chetdi. Kanunlarninki mazmuni, kanunlarninki mohiyati chetdi. O İngilizler, İngilizlikler en yaxshi qila oladi. Çünkü o'tmishi var. 400-500 yıllık bir o'tmishi var. Misalga Hong Kong'da değil, Hong Kong'un sotçularınki, advokatlarınki köpü şu İngilizlik. Nimiş için Xitay yok, nimiş ki başka millet yok. Çünkü onların kallısı yetmeydi bu kanunlarını düşünüp o naite inçkiyeler var. İnçkiyelerini bilemey kalsan yanı bir sot seni bozalaydı. Mavu Uygur sotunun bergen kararını başka bir sot, mesela Xitay başka bir sotka müracaat kılıp o sot bunu bozalaydı. Bozamazlık için
bütün kanundaki en uşak, en küçük, en mavu garplıklarda bir gap var. Şeytan nerede saklandı dese aşı inçik yerlerde saklandı de. Aşındak inçik yerlerine bileleydi bu İngilizler. Çünkü bularınki marifi, bularının talim terbiyesi mışında. Şununla bu İngiliz mavu nime kanunculara işiniş lazım. Bular nayda işlerine puhta hem de bu işlerine sadık hem de. Şunun soğutmanın ki mada bir alayetlik var. Dünya Uygur Kurultayı bularını nurgun izlenip ahire bunda tapar. Hem de kanunda kaysi devlet yaxşı icra kılıdı degende şu Amerika yaxşı icra kılıdı. Kalamkan körünse mi icraatta şula kılıdı. Bu Anglo-Sakson milletinin ki bir alayetliği vermiş. Şununla toğur sotunu tepiş, toğur sotçu avukatlarına tepiş, toğura guacılarına tepiş, hemmisi asan bir işemez. Çünkü toğur tapsan netice alırsın. Hata tapsan netice alamayısın. İnşallah bu da bizning kütken bir netice çıkmalı. Çıkması mı yana bizninki B planlarımız var. Yani bununla okşaşmış şu kanun, halkara kanunga, Avrupa kanunları tayin ettirip kıldıgan tekrar nurgun planlarımız var. Bunu kademe devam kılımız. Şununla halkımız bununla işensin, işinip onundan keyin bu meseleye biraz kollab versin deb o'ylayman. Köpten köp rahmat hürmetli doktor Erkin Ekrem efendim. Yani hürmetli Parat Yorunqaş efendim yuqorida doktor Erkin Ekrem efendimning ağırkı sözlerinden ağam bulduk. Endi avval qitimning sotning istansiyamiz orqali naq maydondan tarqatishiga siz bevosita riyosatchilik qildingiz. Bilishimizcha bu qitimning sotmi istansiyamizning ya'ni Dünya Uyghur Qurultayining YouTube sayfasi orqali naq maydondan tarqatildi. Bu vaqtda ko'rganlarimizga biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz, shuning bilan bugungi programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Rahmet. Oldindan sualınız cevap verişten burun bir meselene izahlap koyğum geldi. Eskertiş berip koyğum geldi. Çünkü aldığım qatim ben İstiklal televiziyasının söhbət programı hörmətli doktor Erkin Ekrem bilan qatnaşqan vaqtimda bizdinki Dünya Uyghur Qurultayininki BDT yig'inlariga da kuzatishchilik salohiyatımızın yo'qligini va yig'inlarga bu o'zimizning qurultayning nomida qatnash salohiyatımızın yo'qligini degandim. Bu faqatla mening ko'z tutqunim Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Âli Kengeşi'nin yığınları. Çünkü o biz en köp katlaşılan yığın. Fakat Kişilik Hukuk Âli Kengeş yığınına Dünya Hukuku özünün salayetiyle katlaşış hukuku yok. Ama BDT'nin başka 10 komitutları var. Başka yığınların hemisiyle azıcık Dünya Hukuku ile katlaşıp geliyoruz. Çünkü bilirsiniz bu Amerika Trump mezgilinde Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Âli Kengeşi'nin azalığını çekilip çıkıp ketken. Çıkıp ketkendiken u yerin kontrollüğü asasen Xitay ve Xitay'ın qo'llaydigan devletlerinin qo'liga tushgan. O sebepten Xitay'ın u yerga qattiq to'salg'ulik qilish sababidan Dünya Hukukininki o yig'inga bevosita o'zining nomi bilan kuzatishlik ustida qatnashishiga to'sqinchilik qilinib kelgan bizning bu vaqtdagi iltimoslarimiz rad qilingan. Shuning bu yerda men faqat Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Âli Kengeşini ko'z tutdim. Çünkü WhatsApp Larda biraz bu hafta biraz talaş tartışlar bular tuttu. Ben bir yerde izahat veriştim unutub qaptı kemen. Bugün bu vaqtda bir izahat berip qo'yadim. Endi sizning savolingizni kelsak, biz avval qatam naq maydon programmasi bergan qarindoshlarimiz ko'rayotgan shu to'g'ri televiziyasiniki YouTube kanalı orqali bu qatam biz buni davomlashtiramiz. Endi avval qatam yomon jiddiy, ig'ir qiyinchiliklarga duch kelgandik. Biz o Xitay bilirsiniz şu sot başlanğanға bir hafta qalğan vaqtida şu Xalqaro Uyghur Sot kollegiyasininki tor betiga ayt qattiq hujum qildi. Necha ming Xitoy kirib qattiq hujum qildi. Hatto ta'didlar bo'ldi. Biz 1-2 ming kishilik namoyish o'tkazimiz sot zalini oldida deydigan. Ya undan keyin Xalqaro Uyghur Sot kollegiyasininki tor sayfasini bir haftada palash olib uchirib qo'ydi. Bularni hammani ko'z turib bu tuyuqsizlar bu sot ichilganға bir yarim kun qalğan vaqtida Xalqaro Uyghur Sot kollegiyasi tuyuqsiz qaror edilib, şu sot ötküzüldüğün nimeninki sarayninki bütün internet, simlik internet bağlantısını bütünley kesip ötüş hakkında karar aldı. Onun için, qılğandan keyin biz nəhayət qiyin ahvalda qaldıq. Şunun dərhal aldı da Berkatcan
internet to'g'ri setiyolishga majbur bo'ldik. Uni sinash imkoniyatimiz bo'lmadi. Aka program boshlaganda ba'zi texnik jihatlardan xatolik chiqdi. Men u yerga men bilan Uyghur Adliya Arxiv Ombirininki direktori hurmatli Baxtiyor Umarshik efendim ikimiz rasashlagan nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi shu mezgilda. Buningdan keyin bizning qo'limizga sotdinki kun tartibi sot ichilishdan yarim soat 1 soat burun qo'limizga tegdi. Demak biz program qatnashgan vaqtida bizda hech qanday bir ihtiyojatning tayyorligi yo'q, ham texnik jihatdan u darajada bir qiyinchilik duch kelgan. Bu da inshaalloh bu xatolikli bo'lmaydi, chunki bu da endi birisi karantin tadbirlari amaldan qoldirildi. Bağandan keyin bağan kuzatuvchilar, Uyg'ur kuzatuvchilar, Uyg'ur şahitlar bilan hammaslar bir yerda turish, hatto bir o'tal turish imkoniyatimiz bor. Xalqqa vaqt uchirish imkoniyatimiz bor. Shunga biz 9-oyning 8-kundan boshlab, ya'ni sotdan 2 kun burun xuddi shunga o'xshash 2 navbat sotga berishlangan maxsus programmani yo'l qo'yamiz va bu yerdagi shohidlar, guvohchilar bilan bu yerda maxsus program o'tkazamiz va sotni 9-oyninki 10-kuni London vaqti atgan 8:30da biz naq maydon programmasini boshlaymiz. Sot rasmi 9'da başlandı ve aralıklarda biz bu da chet-elliklar ko'p qatnashgani uchun biz Dünya Uyg'ur qurultiyi markaziy organi qaror qilib maxsus tor televiziyasi naq maydon programmasida chet-elliklarning so'zini Uyg'urchaga tarjima qilish uchun 2 tarjimon vaqtlik bu yerda xizmatga oldik. Bularni berib Londonda bevosita bashariki bütün chet-ellik qonunshunoslarning sotdagi guvohliklarini, shohidliklarini udulliq bizningki tor televiziya programmasida udulliq naq maydondan beri bunu qarindoshlarimizni deb qo'yaylik. Qarindoshlarimiz shunga qurultay televiziyasininki YouTube saytisiga obuna bo'linglar. Bu tarixiy bir fursat. Bu yerda ular emas, sotlar emas. Sotninki oxirgi kuni yana bu yerda Dünya Uyg'ur qurultayini uyushtirishlar aç sot saldi oxirgi kuni. Shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ninki Angliya parlamentida qabul qilinishida kuch chiqargan Nusrat G'aniy deymiz parlament a'zolari va bu sababdan Xitoyning eng bo'lg'usi bo'lgan. Uyg'ur xalq nomidan ularga bir taqdirnoma, minnatdorlik, sharafnoma taqdish murosimi o'tkazildi, parlament a'zolari keldi, Oqsumaklar jamiyatining a'zolari keldi, hukumatning odamlari keldi. Buni biz naq maydondan bu yerda u nimani programmani beramiz va sot oxirlashgandan keyin bizningki bu studiyamiz maxsus janvaga o'tkazildi. Biz janvada ya'ni 15-16 kunlari janvada boshlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi maxsus rasmli ko'rgazma, ya'ni Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Amerikaning janvadagi bosh elchisininki elchixonasininki hamkorligida o'tkazilgan irqiy qirg'inchilik haqidagi maxsus ko'rgazma. Buni men naq maydonda berib, shu qarindoshimiz bu nuqtaga qatsa, eng oxirida ta'kidlab qo'yganim shu. Hozirgacha shu sotga yig'ilgan iqtisodiy masala haqida yamanchiq talash tortish, o'rinsiz talash tortishlar va buning bir qancha kun burun bizning raisimiz hurmatli doktor Dolqun Aysa efendim ijtimoiy tarmoqlarga javob berishga majbur qolgan. Ya'ni sabr toqatning cheki bor. Bu sabr qilamiz. Bizning sabr qilolmaydigan vaqtimiz bo'ladi. Shunga bir hadiya qaytgan men Dolqun Aysa efendimninki qaytgan bir hadiyasini to'g'ri deb qarayman. Chunki bizni majburladi shuningga. Bu yerda yig'ilgan bir iqtisod bir tiyin u yoqqa bu yoqqa ketib qolgani yo'q. Biz hamma nimani e'lon qildik, konton nomerlaridan tortib, har bir odamga olgan pulimizga hujjat yozib berdik. Uni sotdan bevosita tekshirsa, sot javob bera oladi. Sot kollegisdan bevosita so'rasa bo'ladi. Qanchalik yordam bor qilinglar deb. Bizning aslida planda butun sot $400,000 yaqin bir yordam bilan tugaydi, iqtisodiy nima bilan deb dastlab plan qilgan. O'ylamagan u yerda ishlar chiqdi. Xitoy besim qilib, bu ta'did solgandan keyin aslida biz sot o'tkaziladigan zonli qirollar deb plan qilgan. Keyin Xitoyning ta'didiga qarab to'xtab turib bexatar bo'lmaydi ekan deb butun Churchill saroyi bu deymiz saroyning nomi. Eng chong saroy, parlamentning yendiki. Butun bir saroyni qirolashga majbur qoldik. Bir zalni qirollaymiz deb plan qilganmiz. Butun zalni qiroldik. Undan keyin Xitoyninki jasuslar kelib qalaymi qaysiz chiqamsin deb 30 dan ortiq bexatarlik xodimini vaqtli qish qoldi o'ylab qo'ying. 4-5 kunlik ashlarni vaqt xizmatga oldik. Undan keyin maxsus bexatarlik tekshirish operator hammani qiroladik. O yaman o'ylamagan nima bo'lib ketdi. Anadagi Xitoy hujum qilib, u beli bir shohidimiz oylanib ketib qolgan, eli birsi qattiq og'rib ketib qolgan. Shuning bilan u yerdimi yana har bir shohidlarimizga birdan 2gacha tibbiy xodim, ularni kutadigan, massaj qiladigan tibbiy xodimlarni kiralashga vaqtli xizmat qilishga majbur bo'ldi. Ya'ni bunda chiqimlar yaman o'ylamagan chiqimlar bo'lib ketdi. U karantinda bir hafta burun kelsa deb turib oldi. Hammamiz 20 ga yaqin odam bir hafta burun bordik u yerga.
bir hafta burun bağlandı ki bir haftalık tamak, yatak, nemisi çıkım buldu bu yerde. 3 ketim karantin kılışlardı. Her bir karantin ait kıymetke verdi. Kendi 3 ketim 20'ye yakın adam. Muşunda oylanmagan çıkımını alıp gidip bir $90,000 bir kızıl rakam görülgen. Allah'a şükür qarindaşlarımız bunu nait tez süratli Dünya Kurultayı'nın çakırığı avaz koşup bunu nait tez sürat tuluqlap verdi. Yardım kılgan bütün qarindaşlarımızı bu yan Dünya Kurultayı namıdır. Tekrar minnettarlığımı bildirmen. Çünkü bu sotqı yardım kılgan $1 yardım kılgan insan mı? Bu kelgüsüde bizninki milli müstakillik tariximizdeki batteriga oltin harf bilan bularning ismi yoziladi. Bularning ismi arxiv bo'lib qoladi. Bu yerdan qolgan qarindoshlarimiz uchun bir sharaf deb qarayman. Chunki bizlar emas, chet elliklarmi, ajnabiylarmi bu xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasini Uyg'ur milliy harakati tarixidagi eng zo'r hodisa, eng zo'r voqea deb baholayapti. Şunu bunda olganken bir yerde rahmet sotning bütün çıkanları hemimiz tügüde iş kındak mesele olmaydı bu da avval katimki sotta elkindek sebepler tüpeyildin biz tazla sotunu başlayalım dep dursak Hindistan'dan koronanınki yeni bir tipi baykaldı İngilizce. Unda olganken sotka küzekçi süpüde katlaşan tamaşaçılarım çeklimi koydu. Şunu zalbika biraz boş kaldı. Bu da anda emas. Bu da nayet köp qarindaşlarımız teşkilatlarının meseleleri kurultayının asas mesulleri ama küzekçi süpüde bardı ve sotninki zaldan orun alıdı. Bu da inşallah sotninki zalımı avalga qaraganda diyede katlaşan insanlarınki sani köp buldu dep oylayman. Rahmet sizge. Hörmetli doktor Erkin Ekrem efendim ve Parat Yoğunqaş efendim, yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlar ve alayda vaqt ajratib bugungi suhbatimizga qatnashib berganligingiz uchun ko'p rahmat aytaman, rahmat sizlarga. Sizga rahmat aytaman. Sizga ko'p rahmat. Hörmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha ochiladigan 2-chi qatimliq sud haqida sizlarga bag'ishlangan maxsus programmamiz shu yerda oxirlashdi. Kelar qatimliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar, xayr xo'sh.